Bitta gap bor eskilardan qolgan, nasib bo'lgani bo'ladi. Kimga qachon qayerda qanday nasib qilsa shunday bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan hech qanaqa xafa bo'lish yo'q. Demak, bugun shunday bo'lish kerak bo'lgan ekan, shunday bo'ldi. Hech qanaqangi haligi sizlarga e'tirozim yo'q. Chunki e'tiroz qiladigan yoshga yetib borganim yo'q hali sizlarga. Xudo xolasa bir 10 yillardan keyin gaplashamiz sizlar. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato.